sizlarga sog'lik omonlik tilaymiz. To'ylar muborak bo'lsin. Shu uyning hovlisi bozor bo'lsa-da, shovqindan momolar bezor bo'lsa-da, garchi yurtim bugun gulzor bo'lsa-da, gurga to'lsin shu uy, lolaga to'lsin shu uyning hovlisi, bolaga to'lsin. Qarz emas farzand istakdaganim, to'y bir diydor g'animat kelganim, insonga chilik nomus hanganim. Mudom shodlik bo'lsin, mudom to'y bo'lsin, shu uyning hovlisi, bolaga to'lsin. 10 bo'lsin desam, o'rna bo'lak deydilar. 40 bo'lsin desam, tilak deydilar. Qarindosh bo'lsan madadkor deydilar. Toki inga nolaga to'lsin, shu uyning hovlisi, bolaga to'lsin. Ilohim, doimo yaxshi kunlarda, to'ylarda ko'rishlik hammamizga nasib qilsin. Aziz do'stlar, bugun sizlarni zeriktirib qo'yish niyatimiz yo'q. Davrada ko'rib turibsizlar, ajoyib san'atkorlarimiz Salahuddinjon Azimov rahbarligida bir guruh ajoyib ijodkorlar, muzikant yigitlarimiz, san'atkorlarimiz tashrif buyurgan. Demak, o'yinga raqsga barchani taklif etamiz. Davrani zeriktirmaymiz, davramiz markazga. O'zlarining chiroyli go'zal kuy qo'shiqlari, sermahsul ijod namunalarini taqdim etish uchun tayyor turgan ajoyib ijodkor san'atkor Salahuddinjon Azimov janoblarini taklif etamiz. Shu qo'shiqlar bo'ladi, hammani davraga raqslarga taklif etamiz. Davom etamiz.